Oxirgi videomda so'rovnomada telefon yoki sayohatligimda 99% odam sayohat debdi, shuning uchun men sayohatga tayyorlandim. Men ketadigan davlat bu Qozog'iston. Xudo xolasa ikkita shaharda bo'laman bir hafta davomida. Ketishimga ikkita sabab bor. Instagramda tanishgan do'stim bilan 3 yildan beri do'stimiz, hayotda ko'rishaman. Birinchi marta internetda tanishgan do'stim bilan hayotda ko'rishgani ketyapman. Ikkinchi sababi bo'lsa dunyo kezish, shahar ko'rish, tarix, haykallarni ko'rish, madaniyat o'rganish va futbol ko'rish. Shahboz Umarov vatandoshimiz To'ron jamoasida o'ynaydi Turkiston shahrida. Uni qo'llab-quvvatlagani ketyapman. Yo'ldamiz Sabitda. Mana Shopir aka. O'rtoqlar mana mashinamiz. Xolasi. Oz qoldi. Assalomu alaykum o'rtoqlar. Yo'limning ikkinchi kuni Cho'lo Diyobondaman. Xudo xolasa oz qoldi. Joylami? Aykanur Yuriy Gagarin chiqqandan Oyga borib tushib qaytib. Mana o'rtoqlar Chimkentga ham kelib oldim. Shopir aka, joyingiz sog' bo'lsin. Bemalol. San aka nomerlarni yozib qo'yaman. Sizga chiqarasizlar. Shogirdlari bor, Liboy shahardan Liboy joyga boraveraman. Bu yer ham meni vatanim, tug'ilmaganman. Ma'naviy vatanim deyishga haqqim bor. O'rtoqlar men shaharga kelib oldim. Pulimni almashtirdim. Srazu negativdan boshlaymi? Mana buni qaranglar. Daraxtlari yam-yashil, ko'chalari salqin, shobada. Room tour o'rtoqlar. Hostel bo'lgani uchun normal. Talabaga shu ham dahshat sharoit. Men joyim shu bo'ladigan bo'ldi. O'ynaydan ko'rinishi. Joydan joy. Vodiy, faqat daraxtlar kesilmagan vodiy. Mana bir teskari odatim bor. Hamma ketish oldidan o'ziga esdalik sovg'asini olsa, men kelishim bilan esdalik sovg'asini oldim, chunki pulimni sarflab qo'yishim mumkin edi. Eng qimmat narsalarni birinchi sotib oldim. Bo'g'rim, men O'zbekistondan keldim, skidka qilib berasizmi desam, bo'ldi jigar dedi. Arzonroq qilib berdi.
Peshexodda yo'li yo'q. Peshexod ham odammi? Peshexod ham odammi? Yo'q, mana yo'l. Mashina urib ketadi hozir. Mana shu tor ko'chadan o'tish kerak. Trotuar egallab olgan parkovka qilib. Shu yerdan yo'l qilib qo'ysa bo'ladi. Ne, qiynalib chiqish kerak-da bu yerdan odam. Keyin tevadan yurish kerak. Ham bu yerdan yo'l qilib, ham bu yerdan yo'l qilsa bo'lmaydimi? Lekin daraxtlarga gap yo'q. Endi bolalar maza qilib futbol o'ynab yotibdi. Yoshligimga qaytib kelib ketdi. Yoshligimga qaytib kelib ketdi. Sayohat zo'r narsa ekan. Keyingi safar ota-onam olib kelaman, xudo xolasa. Aynan shu 5 yulduzli mehmonxonaga, xudo xolasa. Bog' ichiga velo yo'lak bilan yuguradigan yo'lak qilib qo'yishibdi. Maza. Bo'lib qozoq puli qanaqa ko'rinishini ham ko'rsatmayapman. Mana 10 ming ekan shnokul marka. Bu 5 ming. Bu 2 ming. Hamma pullari xuddi yevroga o'xshaydi. Tumaris. $10 tanga, $20 tanga, $50 tanga.